İyi günde. Oyunu boşladım ben. Şuçum aytdim. Ustozingdan men bir so'ray. Ustozing mana shu dedi. Chunki ustozingga tarbiyachilik qilib kelganman. Shunga javob beradi dedim. Menga oxirmani bir gaplashay dedim. Qanday qiz. Shunga hali yana bizdan sonra ber. Bize kanay. Önce zor oynadı. Borni qo'yib. Hiç kim bilmedi. Namini olsam boshlanib. Qaraylar. Yo'q. Bo'ldi, darslar. Bo'ldi, G'ofurjon bormaydi. Bo'ldi. Bugun namazamisiz? Dejurdamisiz? Dejurda bo'lsangiz, ayang o'zi o'qidi deng. Qo'y, mana o'qimading. Bari G'ofur ustoz qo'ymadi deyish mumkin-da, men ayang mana o'qidi. G'ofur javob bermang deb aytdim. Men mayli boraversin dedim deb qo'ying indamay. Bo'ldi, G'ofurjon charchamang. Dejurdangiz yaxshi o'tsin, bo'ldi. Hali yangi qiz deyapti. U qanday bilmaydi, o'ylab. Çıkar çıkarmaydı. Hayır mı? Şimdi şu an çıkamayız çünkü. Bu yakına daha şimdi yatıp yaşaydık o. İşte haberim olsun. Böyle uyuyor. Başka dergeci o bir arada. Belki de hareketler. Uzaklarla ben çocuğum yok. Güzel doğurlardan güzel kızlardan terbiyeciler yapıyordu. Şu an bir oradan okudu. Müslüman. Burada böyle bir şey vardı. Ertaga boshlangu chimir bo'ldim. Boshlangu. Ustozing aytdi, "Yana qiz, men aytdim, qanday o'ylarni bilasanmi? Men masalan qizda qanaqa o'ylarga bor ekanini bilishim kerak, to'g'rimi bo'lib?" Bu asal qizim xo'p bular ola desa meni jonim bo'ldi. O'zing aqlli nima qilurlar, keyin ko'ramiz. Qaramiznikiga men yurding-ku. O'zim qo'ymadim qoldim o'shanda. Keyin yillar o'tgandan keyin, to'g'rimi? Aylanib ketdi. G'ofur ustozing ham aytyapti, "Opa, bilasiz shuni to'g'ri, lekin men ham yangilar bilmayman, oilasi qanday bo'lganini to'g'ri aytyapti." Mana sizniki dedi, bo'ldi, bormaydi dedi. Asali. Xafa bo'lish yo'qmi? Ha? Tushunmadim, nima deding? Onasi ketganda unaqa to'g'ridan o'tirishmadi, bor ekan, o'shanga men olib Yo'q, bo'ldi bana. Hospitaldagi bir vaqt keting kasali. Bo'pti, jon, erta boshlari yo'q, nima qilsa? Ana pishir qayta boyagi, pishirg'iydi. Pishir deylarmi o'zi? shu yo'q, hali unaqa 10 kunlar xudo qilmoqchi edi. Nima qilmoqchi edik? Uyidan 10 kunlar xudo qilmoqchi edik. Ha, olib keladi, Madinaga aytib. Sen borib olib kelish to'g'rimi? Bo'pti, jon. Hali boraversin. Ana sinashib. Shu. Gaplashdik? Ha, bo'ldi. Hozir men aytayda dadangga bir pul beraydi senga. Yangi nomer olayku? Shu tashib qo'ying menga. To'xtab tur hozir. Ko'rish shu bo'lsa senda bormaydi. Bor chiqyapti. Dadang bo'lganda to'xta hozir. Biz oynayacağız bana. Biz oyunu kurtacağız. Kimse video tutup bana bir adam. Durduydu. Bir yerde. Su. Bana ne su gel. Bana ne çok ile bu bir yerde. İşte mesela kalın. Ben de kaman. Doğum bir tane. Mesela bu. Sen burada bana. Hayır.